Mingchino mahalla fuqarolar yig'ini 186-kontrda jami 308 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi tarvuz. Bu yerda ekinlarni zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda va hozirda ekinlarning holati juda ham yaxshi. Shu holatda ekinlar 120 kunda tayyor bo'ladi, yetishtiriladi. Ekinlarni yetishtirish davrida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqalantiriladi. Ushbu loyihada jami 13 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Loyihaning samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichiga biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 100 tonnagacha hosil yig'ib olishi rejalashtirilmoqda. Har bir dehqonning daromadi o'rtacha 25-30 million so'mga to'g'ri keladi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlarini ekish va dehqon xo'jaligi daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilgan.